kelin emas doim qizim der, o'zi qolib mening g'amim yer. Tug'ib bergan menga shunday er, qaynonamni yaxshi ko'raman, yaxshi ko'raman. Alo, assalomu alaykum. Salom alaykum. Salimaxon onajonimizni mumkinmi? Ha, mumkin. Mana. Alo. Assalomu alaykum. Assalom. Xayrli kunlar bo'lsin. Salimaxon onajon, sog' va salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi onajon? Rahmat. Har doim yaxshi bo'ling. Bemavrid bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Yo'q, bemalol. Rahmat janatim. Bugungi ayyomlaringiz, qarchilagan yangi yoshlaringiz, yangi bahorlaringiz muborak bo'lsin onajon. Rahmat. Dunyo turguncha turing, bunaqangi yoshlarning ko'pini guvohi bo'lib bering ilohim. Biz sizga ayni daqiqalarda tabriklar teleradiyosidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Loyiha boshlovchisi Nargiza bilan muloqotdasiz. Qani ayting onajon, bizning loyihamiz orqali sizni kimlar tabriklayaptilar? Taxminlaringiz bormi janatim? Bilmadim. Bilmasam ballarimmkin. Aha, nechta farzandning jonkuyar onajonisiz? 4ta. Aha, o'g'il qiz? 3ta o'g'il qiz. Aha, kelin qizlardan nechta? Qizim. Kelinjonlardan onajon nechta kelin qizlardan? 3ta kelinim bor. Aha, demak qay bir kelin qizingizdan kutyapsiz? Birlari tabriknomalar yo'llabdilar o'g'lingiz bilan birgalikda. Kim bo'lishligi mumkin? Bilmadim endi. Kim? Feruzmikin? Dinora kelinmikin? Albatta. Nega Dinoraxon opajon taxmin qildingiz? Chunki bular shunaqa ishga aktivroq. Umrlari ziyoda bo'lsin. Albatta onajon, barcha yaqinlaringiz nomlaridan safarda yurgan o'g'lingiz Feruz aka, kelin qizingiz Dinoraxon opajonimiz nomlaridan, nevarajonlaringiz Ibrohimjon, Zinuralar nomlaridan tabriknomalar yo'llabdilar keliningiz. Rahmat. Xushta qilsinlar. Ilohim inshaalloh. Onajon birgalikda tinglaymizmi? Qabul qilib bo'lamizmi dil izhorlarini?